Dünya Uyghur Qurultayı raisi Dolqin Aysa başçılığındaki bir heyet Latin Amerikasida Uyghur irqiy qirg'inchiligini tonishtirish faoliyatlarini davomlashtirmoqda. Heyet Argentina ziyaratidan keyin Braziliyaga kelgan bo'lib, Braziliyaning eng nüfuzli va eng cho'ng matbuotlaridan San Paulo xabarlari gazeti 27 may kuni Braziliyada ziyoratda bo'lgan Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandi bilan o'tkazgan Uyg'ur rahbari Xitoyning assimilyatsiya siyosati Xi Jinping davriga kelganda irqiy qirg'inchilikqa aylandi mavzuliq cho'ng hajmli ziyorat xotirasini e'lon qilgan. Fransiya yuqori parlamentida Yeşillar partiyasining qo'lliq a'zolaridan parlament a'zosi Melanie Vogel va Goylami Gontar tarafidan bu yil 6 yanvar parlamentga sunilgan Uyg'ur majburiy emgikiga chetishlik mahsulotlarni cheklash qaror loyihasi 1-iyun kuni muzokaraga qo'yilgan va bilet tashlangan. Mazkur qaror loyihasi bilet tashlashga qatnashgan 144 ovozning to'liq qo'llashi bilan ma'qullikdan o'tgan. Mazkur qaror loyihasida Fransiya va Yevropa Uyg'ur majburiy emgiki orqali ishlab chiqarilgan kiyim-kechak, mashina va boshqa mahsulotlarning iste'mol qilinmasligiga kafolatlik qilinishi kerakligi o'tirg'a qo'yilgan. 3 yildan keyin Xitoyga ziyoratga kelgan Tesla shirkatining bosh ijroiya amaldori Elon Musk Xitoy amaldorlari bilan ko'rishgan va bu yerdagi zavodlarni ziyorat qilgan. Washingtonga joylashgan Uyg'ur harakati Musk chaqiriq qilib, Uyg'urlarning qulluq emgigidan foydalanishni to'xtatishni talab qildi. Sheflet Xallam Universiteti yaqinqi dokladida ta'kidlaganidek, ta'minlash zanjirida Uyg'ur majburiy emgiki mavjud bo'lgan Tesla'ning Xitoyda davomli kengayishi kishini andishga soladigan signalni ko'rsatib berdi. Uyg'ur harakati Tesla'dan darhol tadbir qo'llanib, Uyg'ur qirg'inchiligidagi bu sheriklikni to'xtatishni talab qildi. Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Xi Jinping 5-oyning 30-kuni Xitoy davlat xavfsizligi yig'iniga qatnashgan amaldorlarga Xitoyning ichki va tashqi tahdidga uchrayotganligini, Xitoyning xavfsizligini nazarda tutib, eng yomon ahvolga tayyorlik qilish kerakligini aytgan. Tahlil qilinishicha, Xi Jinpingning davlat ichidagi tahdid degini Xitoyning cho'kayotgan iqtisodi, davlat sirtidagi tahdid degini Xitoy o'zi paydo qilgan xalqaro dushmanlik va Amerika boshchiligidagi demokratik davlatlarning Xitoyni qismoqqa elishi ekan. Türk Telegraf şirketi Xitoy Import-Eksport bankasi bilan 80 million yevro uzun muddatli qarz kelishimi imzoladi. Türk Telegraf şirketining oshkorlash suhbatida e'lon qilingan bayonotida Türk Telegraf şirketi bo'lish suhbati bilan guruhimizning mablag'i strategik taraqqiyot planiga asosan şirketimiz Xitoyning Eksport-Import bankasi bilan mablag' yurishtirish uchun Senus sug'urta doirasida 80 million yevro uzun muddatli qarz kelishimi imzolandi deyilgan. Asiya Tinch okean rayonidagi eng muhim bexatarlik munbiri bo'lgan Shangri-La dialogiga qatnashish uchun Singapurga kelgan Xitoy davlat mudofaa ministri Li Shangfu Tayvan bilan birlikka kelish uchun qurol kuchi ishlatishni chetga qo'ymaymiz dedi.